Do'stlar, Hacker yana yutib ketmoqchi. Bu xabarni Hacker kanaliga bir kun oldin joylagan. Ko'pchilik buni bilgan bo'lsa kerak. Hacker o'z kanaliga shunday yozdi: "Barchadan uzr so'rayman. Men yana yutib ketmoqchiman" deb. Avvallari Hackerning WhatsApp neger so'zi bilan saralashi yoqmasdi. Hozir esa Hacker qaytish uchun shu so'zni 10 marta aytishga ham roziman. Koshki bu Hackerni qaytarsa. Agar esingizda bo'lsa, bundan oldin ham Hacker ketmoqchi bo'ldi, lekin Prisvarin va Sonitjon uni qaytargan. Kelinglar, Hackerni bir esla o'tamiz. O'sha qayerdaman? Stop. Qayerdaman? Voy, yana qanaqa joyga? Qop-qorong'u joy. Xenoboz, biz Moringa. Bugun sizlarga keldim. Hacker va bunga videoda Divix bilan qalalar joyga qalab qolay. Hattoki faqat biz ikkovimiz qalalamiz. Boshqalar bilan nima qalanmaydi? Obunachilar qizlar, sizlar bilan birga edaman. Hacker va bunga videoda bugun biz Obunachilar, bugun sizlar bilan birga edaman. Men Hacker va bunga videoda biz